Bismillahirrohmanirrohim. Bugun 26 oktyabr 2025 yil. Jalobod shahri, Qirg'iziston. 16-blok. 16-blok. Kanova sortini ekkanmiz. Birinchi terim 19-sentyabrda boshlagan ekanmiz. Mana hozirgi holat mana. Pastdagi уже 2 shingil уже terildi уже. Почти. Bitta tagida qopdi. Hozir mana u o'shunda tak 3-4 shingil 5 6 7 yo 7 6 shingil qo'ydik, hatto yo bir yerda 7 shingildan qo'ydikda. Mana holati, mana u pomidorni kattaligi mana. Ko'ryapsizlar, mana emas uzungina, o'ta chiroyli. Mana o'ta standart. Qip-qizil ama. Qip-qizil. Shu 2 kunda bir teryapmiz. Pomidorlar nihoyatda chiroyli mana. Endi kuzgi nima bo'lgani uchun shu 6 shingil, 7 shingil uzib tashladik uchun. Ataq mana bu pomidorlar. Mana уже terimiz ham boshlandi, xudo xolasa. Shu terimizlar boshladik mana. Xudo xolasa. Tak. Mana bu holat mana. O'ta chiroyli bo'ldi pomidorlar mana. Kanova sorti, Klaus firmasi. Mana var shingillar yana. 4-5 shingil var tepasida. Mana. Mana pomidorlar, mana pomidorlar, mana pomidorlar. Mana. 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 Pomidorlar o'ta ko'p. O'ta zo'rga ko'tarib turdi, ham iplari ham. Mana. Bir xilda standart ama pomidor ham. Bozorda eng aldi bo'lyapti shu. Bozorda aldi O'zbekistonda Toshkent pomidordan ham 5 so'm qimmat sotilyapti shu. Toshkentdan kelayotgan o'zbekistonskiy yashiday pomidordan ham. Biz korobkaga yuzamiz, banan korobkaga. Shunaqa